Diabetik retinopatiya bu diabet kasalligi natijasida ko'zni to'r parda qismida yuzaga keladigan muammo. U qonda qand miqdorining doimiy ravishda yuqori bo'lishi sababli rivojlanadi. Keling, bu kasallik haqida yaxshiroq tushuncha olish uchun asosiy jihatlari bilan tanishaylik. Diabetik retinopatiya bu to'r parda, ya'ni ko'z ichki qismining qon tomirlarini shikastlanishi. Bu holat ko'rishning pasayishiga olib kelishi mumkin. Belgilari ko'zda qora nuqtalar yoki dog'larning paydo bo'lishi, ko'rishda noqulaylik yoki qiyinchilik, qizil dog'lar yoki qon quyulishlarining yuzaga kelishi. Kimlar xavf ostida? Diabetga chalingan odamlar, ayniqsa uzoq vaqt davomida yuqori qon bosimi yoki qonda xolesterin va yog'lar miqdori yuqori bo'lganlar. Qanday qilib oldini olish mumkin? Qonda qand miqdorini birinchi navbatda nazorat qilish, muntazam ravishda ko'z shifokoriga murojaat qilib turish, sog'lom turmush tarzi, to'g'ri ovqatlanish, jismoniy faollikni doimiy amalga oshirish. Davolash usullariga keladigan bo'lsak, lazer jarrohlik usuli shikastlangan qon tomirlarini yopish uchun, undan tashqari ko'z ichiga dori vositalarini yuborish, og'ir holatlarda jarrohlik aralashuvi. Bu kasallikga xulosa qilib aytadigan bo'lsak, o'z vaqtida davolamaslik jiddiy muammolarga olib kelishi mumkin. Agarda sizda diabet bo'lsa, ko'z salomatligingizni nazorat qilishingiz juda ham muhim. O'z vaqtida qaramasangiz, e'tibor bermasangiz, bu kasallikka og'ir darajalarda ko'z zreniyasini butun umr yo'qolishi, ya'ni ko'rlikka ham olib kelish ehtimolligi yuqori. Shu sababli o'z sog'lig'ingizga bee'tibor bo'lmang. Agar sizda ham shu yuqorida aytilgan shikoyatlar bezovta qilayotgan bo'lsa, bizning klinikamizga murojaat qiling.